Salom aziz bolajonlar. Bugun biz sizlar bilan koinot bo'ylab ajoyib sayohatga chiqamiz. Tayyormisiz? Unda kemamizga o'tirib start tugmasini bosamiz. 3, 2, 1 parvoz qilamiz. Bolajonlar, osmonga qarab siz yulduzlarni ko'rgansiz, to'g'rimi? Ammo ularning orqasida nima bor? Keling, tasavvur qilamiz. Koinot bu hamma narsaning uyi. U yer, yulduzlar, sayyoralar, galaktikalar va hatto ko'rinmaydigan qora tuynuklarni ham o'z ichiga oladi. Koinot 13,8 milliard yil avval katta portlash orqali yaratilgan. Hozirda olimlar 2 trilliondan ortiq galaktika borligini aytishmoqda. Biz yashayotgan galaktika Somon yo'li deb ataladi va u 100 ming yorug'lik yili uzunlikda. Sizningcha eng uzoq yulduzga borish uchun qancha vaqt kerak bo'lishi mumkin? Masalan, eng yaqin yulduzga borish uchun hatto yorug'lik bilan 4 yil kerak bo'ladi. Oddiy raketa bilan esa million yillar. Quyosh sistemasiga xush kelibsiz. Quyosh sistemasida 8 ta sayyora bor. Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran hammasi Quyosh atrofida aylanadi. Quyosh hayot manbai. Quyosh bu gazli yulduz. Undan kelayotgan yorug'lik va issiqlik Yerda hayot bo'lishiga sabab. Quyosh sirtida 5500 gradus, ichkarisida esa 15 million daraja harorat bor. Sizningcha Quyosh birdan o'chib qolsa bizga nima bo'ladi? Agar Quyosh bo'lmasa, Yer sovib ketadi, yorug'lik bo'lmaydi va hayot yo'qoladi. Shuning uchun Quyosh biz uchun juda muhim. Merkuriy Quyoshga eng yaqin sayyora. U Quyosh atrofida atigi 88 kunda aylanadi. Kunduzgi harorat +430 gradus, kechasi esa -180 gradusgacha tushadi. Uning diametri 4880 kilometr. Bu esa Yerning yarmidan kichikroq. Venera Quyoshdan ikkinchi sayyora. U Yerning egizagi deb ataladi. Lekin u Yerga qaraganda ancha issiq. Sirtida +470 gradus harorat. Veneraning atmosfera bosimi Yerning 92 baravariga teng. U Quyosh atrofida 225 kunda to'liq aylanadi, lekin o'z o'qi atrofida 243 kunda, ya'ni Venerada kun kechadan uzoqroq. Yashash uchun yagona ma'lum sayyora bu ona Yerimiz. Yer Quyosh atrofida 365,25 kunda aylanadi. Uning yuzasining 70% qismi suv bilan qoplangan. Aholisi 8 milliarddan ortiq odam. Yerda kislorodli atmosfera, o'simliklar, hayvonlar va siz yashayapsiz. Yerning yagona tabiiy yo'ldoshi Oy. U 12 ming Yer diametriga teng masofada joylashgan. Mars qizil sayyora deb ataladi, chunki yuzasida temir oksidi bor. U Quyosh atrofida 687 kunda aylanadi. Marsdagi eng baland tog' Olympus Mons. U 21 kilometr baland. Bu Yerning Everestidan 3 baravar baland. Marsda Valles Marineris degan katta daralar tizimi mavjud. Uning uzunligi 4000 kilometr. NASA robotlari bu yerda muz qoldiqlarini topgan. Yupiter eng katta sayyora. Uning diametri 139.820 kilometr. Bu Yerni 11 baravar ortda qoldiradi. U gazli sayyora bo'lib, sirtida yillardan beri davom etayotgan ulkan bo'ron bor. Bu buyuk qizil dog', diametri 16350 kilometr. Yupiterda 92 ta yo'ldosh bor. Ulardan eng mashhurlari Yevropa, Ganimed, Kallisto. Ganimed hattoki Merkuriy sayyorasidan ham katta. Saturn o'zining chiroyli halqalari bilan mashhur. Bu halqalar asosan muz va mayda toshlardan iborat. Uzunligi 282 ming kilometr. U Quyosh atrofida 29,5 yilda to'liq aylanadi. Saturnda 145 tadan ortiq yo'ldosh bor. Eng mashhuri Titan. Unda hatto atmosferasi bor. Uran
Quyosh tizimidagi eng sovuq sayyora. U o'z o'qi atrofida yonboshlab aylanadi, go'yo yotgan holda. Uran Quyosh atrofida 84 yilda aylanadi. Uning sirti harorati -224 gradus. Unda 27 ta yo'ldosh va 13 ta halqa bor. Neptun eng uzoqdagi sayyora. U Quyosh atrofida 165 yilda bir marta aylanadi. Neptundagi shamollar Quyosh sistemasidagi eng tez 2100 km/soatgacha yetadi. Uning eng katta yo'ldoshi Triton. U orqaga qarab aylanadi. Bu juda noyob holat. Endi esa bolajonlar sayohatimizni yakunlaymiz. Koinot bu sirli, keng va go'zal olam. Har bir sayyora, har bir yulduz o'ziga xos va o'rgansa arziydi. Siz ham kelajakda olim bo'lib, yangi sayyoralarni kashf etishingiz mumkin. Keyingi darslarimizda har bir sayyora bilan yaqindan tanishamiz. Ko'rishguncha, xayr.